Dasturimiz davom etadi. Yurtimizda barcha ijtimoiy, iqtisodiy dasturlarni aholining talab va takliflaridan kelib chiqib amalga oshirishda mahalla yettiligining o'rni katta ahamiyatga ega. O'tgan qisqa vaqt ichida mahalla institutining tubdan takomillashtirilishi, aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish kabi masalalarni birlamchi bug'uning o'zida hal qilishga imkon bermoqda. Muxbirimiz bu borada Chust tumanida amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z yuritadi. Bugungi kunda davlatimiz rahbari boshchiligida milliy davlatchiligimizning asosiy bo'g'ini sanalgan mahallaning jamiyatdagi o'rni va rolini mustahkamlash borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan barcha ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni aholi talabidan kelib chiqib amalga oshirishda mahalla yettiligining ahamiyati katta bo'lyapti. O'tgan davr mobaynida ushbu lavozimlarning joriy etilishi davlat fuqarolik xizmati oldida turgan bir qator muhim masalalarni quyi bo'g'inning o'zida hal qilishga yordam berayotgani e'tiborga molik. Fikrimizda Chust tumanining 3200 nafardan ziyod aholisi istiqomat qilib kelayotgan Bog'ayram mahallasida faoliyat yuritib kelayotgan yettilik misolda so'z yuritadigan bo'lsak, hududda joriy yilning shu kunga qadar 225 nafardan ziyod fuqarolarning bandligini ta'minlashga erishildi. 8 nafar xotin-qizlar va 3 nafar yoshga tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun imtiyozli kreditlar ajratildi. 25 nafar fuqaroga ijtimoiy xizmat ko'rsatildi. Mahallamizni yettilik bilan birgalikda ijtimoiy reyestrda 31 nafar, kambag'allik reyestrida esa 26 nafar aholi ro'yxatga olingan bo'lib, avvalda bu raqamlar 56 nafar edi. Bundan tashqari hokim yordamchisi xotin-qizlar bilan birgalikda 15 dan ortiq fuqarolarimizga imtiyozli kreditlar berdik. Ayollar daftarimizda 96 nafar ayollari olgan bo'lib, 6 ta toifa bo'yicha ularga hozir 15 nafar ayollarimizga kreditlar olib berdik. Asosan bular parrandachilik, chorvachilik, tikuv mashinalar olishdi va issiqxonalarga sarflashdi. Prezidentimiz Namangan viloyatiga tashrif buyurdilar. Mana juda katta forum bo'ldi. Tashriflardan kelib chiqqan holda o'zimizga alohida vazifalar belgilab oldik. Bugungi kunda Jahon taraqqiyoti bandidan juda katta pul ajratildi. 5 kilometrlik ichimlik suv va undan tashqari kanalizatsiya quvurlarini yangilash hozir imzolab tasdiqlandi. Mahallamiz yettiligining asosiy maqsadi prezidentimiz tomonidan berilgan barcha topshiriqlarni o'z vaqtida bajarish. Bugun hududda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish niyatidagi xotin-qizlar qo'llab-quvvatlanishi natijasida yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Masalan, Dildora Qutvaliyeva tikuvchilikka qiziqishi bois xonadonida faoliyatini boshlash uchun hokim yordamchisi tomonidan 30 million so'm miqdorida imtiyozli kredit olishga amaliy yordam berildi. Shundan so'ng u ayollar ko'ylagi, parda, ko'rpa-to'shak kabi boshqa mahsulotlarni tikishni yo'lga qo'ydi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Bizga Bog'ayram hokim yordamchisi tavsiyasi bilan imtiyozli kredit olib berishdi. 30 million so'm. Biz ularni tikuv mashinasi hamda mahsulot olib, o'zimizni ta'minladik va ish faoliyatimizni boshladik. 10 dan ortiq shogirdlarni chiqarib, ularni ham o'z oilasiga moddiy tomonlama yordam ko'maklashga hissamizni